Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga ajoyib lokatsiyadan juda ham chiroyli, minimalizmni yoqtiradigan klientlarimiz uchun topib qo'ydim. Xo'sh, Murodjon bitta lokatsiyasini ko'rsat. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Shayxulola masjidi bir qadam o'zi. Bu yo'g'i shahar ko'rinib turibdi. Oshxona qismidan boshlaymiz. Hamma texnika jihozlar bilan so'nggi rusumdagi texnikalar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, aboylantirilgan. Mana shu zalimizning o'ziga ham bemalol mana bu yerda uyg'oq qo'yilib, mana televizorlar qo'yilgan, javonlar qo'yilgan. Juda ham o'sha aytganimda minimalizmga yaxshi e'tibor berilgan. Ko'p narsa qo'yilsa, kvartiralar sal bashkana chiqadi. Mana e'tibor bersangiz, juda ham o'sha dizaynga e'tibor berilgan, ajoyib. Xo'sh, prixojniy qismi ham mana mebel qilib qo'yilgan, bemalol kirganda o'sha o'zingizni komfort his qilasiz. Sanuzel qismlaridan boshlaymiz. So'nggi turdagi texnika obrodlar bilan jihozlangan. Polga e'tibor beramiz. Pol issiqni topli pol qilib qo'yilgan. Xo'sh, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Birinchi xonadan boshlasak, detskiy xona, shkaflar qilingan, mana bunday ushoq mebellar qo'yilgan. E'tibor beramiz. Kvartiraning ikkinchi xonasi, zal qismi, mana ajoyib lyustralar qo'yilgan. Juda ham kompaktni, udobni. Mana bu uchinchi kattalar xonasi, yotoqxonasi. Bu yerda ham yumshoq mebellar qo'yilgan. Shkaflar qo'yilgan, bemalol dam olish uchun yaxshi atmosfera bor. 80 kvadratdan iborat kvartiramiz. Pastda raqamlar qoldiramiz, narxlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib kelishingiz mumkin.